Shohmirzo aka, mana Afg'onistonga borib keldingiz yaqinda, o'sha savdo ko'rgazmasida qatnashib keldingiz. O'zbekistonlik tadbirkorlar Afg'oniston bozoriga kirishini maslahat berasizmi? Bu savolga ko'p emas, 3 ta fakt bilan javob beraman. Birinchisi narx, ikkinchisi sifat, uchinchisi bozor ochiqligi. Uchalasi bir-biriga bog'liq. Afg'onistonga borib keldik. 100 ga yaqin tadbirkor o'zini biznesini, o'zini ishlab chiqarishini Expo markaziga ko'rsatib, xaridorlarning mijozlarini topishga harakat qildik. Shaxsan ular qatorida o'zim ham bor edim. Narx, sifat plus bozor ochiqligi, buni keng ma'noga qanday ayta olaman? Afg'onistonda ishlab chiqarish yo'q. Sababi narx arzon. Xohlagan narsani olib kirsa bo'ladi u bozorga. Nafaqat qurilish mahsuloti, oziq-ovqat bo'ladimi, yengil sanoat, hamma narsani olib kirsa bo'ladi. Xohlagan narxda sotsa bo'ladi. Men o'zim shaxsan ko'rdim. O'zimizda $10 sotilayotgan texnika Afg'onistonda $20-25. Konkurensiya yo'q unda. Konkurensiya yo'q. Bozor bo'sh. Bozor bo'sh. Shuni men xalqqa tushuntirmoqchiman. Dehqoncha qilib aytsam agar, bemalol bozorga kirib raqobat qila oladigan davr hozirgi payt.